Shundan pulundan farqi bor. Pulunda albatta farq etadi. Nega ich boshdadir. Bugun motorning masalalari haqida sizlar bilan gaplashamiz. Ketdik. Jo'rabek, no degan filda bu. SRS. SRS, ha? SRS germanskiy maslo. Germanskiy. Qaysi mashinalar to'g'ri keladi bizga? Bu asosan 0.20. Bu 0.20 hozir yangi chiqib turgan Cobalt'lar bor. 0.20 solinib turibdi. Tamam. Keyin 10X Tracker 2larga 0.20 do'sti tavsiya etilgan. O'sha Aptol maslo krishkasi bor-ku, shu yerga yozib qo'yibdi. Har bir shuni. ha 0.20. Bu 5.30. 530. Bu qaysi mashinalar uchun bu? GM mashinalarning hammasiga tushadi. Jam mashinalar. Ha, Gentra, Cobalt, Nexus. Yana bir ne bo'lib turibdi? Odamlarda tushuncha bo'lmay turibmi yo tushunmay yo birovga tavsiyasi bilanmi? Az chiqib turgan mashinalarga 0.20 ni o'rnina 5.30 olib birdilar. Zararmi? Zavod 0.20 tavsiya etilgan o'zini motorini. Shu motorga aynan inishi Ovoz. 0.20. 0.20. Bu problema keltirib chiqaradi. Hozircha emas, keyinchalik. Misol 200 mingda, 300 mingda motor remont bo'ladigan bo'lsa, 100 mingda kelib qoladi. Bu Aptol chiqargan kanallari mayda bo'ladidan, u kanalda suyuq Aptol yaxshi yuradi. Xo'p, suyuq Aptol, quyuq Aptol dedik-ku, ha? Inishi hozir qish-ku. Tamam. Qishda endi suyuq Aptolni salganimiz yaxshi bo'larmikan yoki quyuq, ya'ni quyuq Aptol deysizmi? Imkoni darajasida suyuq Aptol solgan yaxshi qishda. Suyuq Aptollar. Maslo kirishkasida yozib qo'ydi, shundan solinishi kerak deb. Ko'pchilik odam tushunmaydidan yozga chiqqanda 10 solib beradi. 10 bu qo'yilib ketadi mashinaga. Maslo balandlikka chiqishi qiyinlashadi. Raspidval ish topadi. Necha yil bo'ldi shu biznesga kirib kelganda? Bu biznesga kirishdan Bir kunda katta do'konim bo'lmagandi, to'g'rimi? tamam. Endi misol mashinalardan ketadigan asosiy ketadigan ходовой narsalar. Misol Aptol, Sharovoy, ko'p ходовой narsalar, amortizator. Bu filtrlarga keladigan bo'lsak, birinchisi asosiy maslonni filtr. Har xil varianti bor. Bu imkoni darajasida original yaxshisini qo'yish kerak. Keyingisi bizlar asosan unga ancha e'tibor etmaydilar. Воздушный filtr. Воздушный filtr. Buni ham yaxshisini qo'yish kerak, sifatlisini qo'yish kerak. Bu qaysi mashinaga? Bu Lacetti Gentraniki. Lacetti Gentraniki. Ha. Lekin hamma mashinada shu filtrdan bor. Обязательно hamma mashinada bor. Обязательно har Aptol almashlaganda almashlash kerak bu narsani. Buni vazifasi nima o'zi? Buni vazifasi motorga kerakli havoni filtrlab o'tib beradi. Chang o'tmay qoladi motorga. Qo'lsalarning orqasida chang yig'namay qoladi. Bu Aptol yeyishga ta'sir etadi keyin. Xo'sh, ikkinchi filtrimiz bu nima filtr? Bu salon filtr. Salon filtr. Salon Nima filtr. kerak? Bu narsa eng kerakli narsa bu. Bu ana u narsa воздушный filtrimiz motor uchun bo'lsa, bu o'zlarimiz uchun, sog'liq uchun. Odamni motori uchun ekan. Odamning motori uchun. Bu to'g'risini aytsak, qishda pechkaning chang'ilamasligi, issiqlikni normalniy berish uchun xizmat etadi bu. Yozda esa changni olib qoladi, havoni tozalab o'tkazadi. Qishda ham shu funksiyani etadi, havoni tozalab beradi. Bu ham обязательно har Aptol almashlaganda almashlash tavsiya etiladi. Hurmatli do'stlar, bugungi sizlarga ko'rsatgan narsalarimizni agar narxi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada shu oldingi aytganimizdek, Narx so'zini. Narx so'zini qoldirsinlar. Narx so'zini qoldirasizlar. Biz sizlarga albatta direktda barchasini narxlarni aytib o'tamiz.